Shu ko'rpachamiz qaysi klientimizga bilmadim-ku, lekin juda ham materiali zo'r ekan. Top-toza bo'ldi, qaranglar qanaqa. Yonib turibdi. Eng qizig'i bu hali mana yuvilgan ingichka. Ko'rasizlar. Buni hali issiqxonamizga olib kiramiz. Bu kamida mana shunday shishadi. Shishib yengidek bo'ladi inshaalloh. Sovuq ob-havoda qanaqa quriydi deb so'raydi ko'p mijozlarimiz. Qurishidan muammomiz yo'q. Tashqarida 2 kun turadi. Issiqxonamizda 1 kun turadi. Shu bilan inshaalloh bu o'zi 2 kun turgan, mana ancha shishgan bu. Bu yana shishadi bu hali. Issiqxonaga olib kirgandan keyin paxtalari shishadi. Maxsus shampullarimiz paxtalarni shishirib, ichidagi kirlarini, dog'larini hammasini chiqarib beradi. Xudo xolasa idealni qilib olib borib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilishingiz mumkin.